Assalomu alaykum kanalim obunachilari. Videoni oxirigacha kuzatib boring, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. O'zbekistonliklar Ramazon hayitida necha kun dam olishadi? Hayitning birinchi kuni yakshanba dam olish kuniga to'g'ri kelishi munosabati bilan undagi dam olish 30-mart dushanba kuniga ko'chiriladi. Prezidentning muborak Ramazon hayitini nishonlash to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Unga ko'ra, O'zbekistonda 30-mart Ramazon hayiti kuni deb e'lon qilindi. Ramazon hayitining birinchi kuni 2025-yilda yakshanba dam olish kuniga to'g'ri kelishi munosabati bilan ushbu dam olish kuni 30-mart dushanba kuniga ko'chiriladi. Bunda dam olish kunlari quyidagicha bo'ladi. 29-mart shanba 5 kunlik ish haftasida ishlovchilar uchun dam olish kuni, 6 kunliklar uchun ish kuni. 30-mart yakshanba Ramazon hayiti bayrami. 31-mart dushanba dam olish kuni. Prezident Turizm qo'mitasi Transport vazirligi bilan birgalikda yurtdoshlarimiz uchun Ramazon hayiti kunlarida mo'tabar ziyoratgohlar va tarixiy qadamjolarga ziyoratlarni tashkil etish maqsadida qulay sharoit va imkoniyatlar yaratish bo'yicha topshiriq berdi. Avvalroq Sport 2025-yilning qaysi kunlarida o'zbekistonliklarga qo'shimcha dam olish kuni berilishi haqida yozgandi. Bandlik vazirligi kelasi yilgi dam olish kunlari jadvali va ish vaqti me'yorlari davomiyligining taqvimini tasdiqladi.